Assalomu alaykum. Essential Grammar in Use darslari davom etadi. Bugun sizlar bilan 84-unit a little, a few degan demak grammatikani o'tar ekanmiz. Xo'p, bular ham demak determinerlar hisoblanadi, ya'ni aniqlovchilar. Otlarda oldidan, otlarda demak miqdor berish uchun otlar oldidan ishlatiladi. Xo'p, a little, a few. Farqi nima? Tarjimasi nima? A little, a few degani biroz degan ma'nosi bor. A little uncountable nounlar oldidan ishlatiladi. Ya'ni sanalmaydigan otlar oldidan bir oz deyish uchun ishlatiladi. Biz bilamiz, ingliz tilida suv, vaqt, pul, aytaylik soap debdi. Soap debdi, ya'ni albatta sho'rva degani, bular ingliz tilida sanalmaydi. Shularni bir oz deyish uchun ishlatamiz shular oldidan. Misol uchun a little water demak biroz suv, a little time biroz vaqt, a little money demak bir qancha pul degani, ya'ni biroz miqdordagi pul, a little soap degani demak biroz sho'rva degan ma'nosi bor. Tushunarlimi? Xo'p, endi sanaladigan otlar oldidan bir qancha deyish uchun biz demak few yoki a few degan demak aniqlovchini ishlatamiz. Bu yerda plural noun deb qo'ygan, ya'ni o'sha otlarga ko'plik qo'shimchasini qo'shamiz, sababi ular sanalgan otlar. Misol uchun a few books yoki few books bir qancha kitoblar, a few questions bir qancha savollar, a few people bir qancha odamlar, bir nechta odamlar yoki a few days bir necha kunlar desak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi qachon a bilan keladi, qachon a siz keladi? Ya'ni a article bilan keladi, a article siz keladi, shuni farqini bilib olamiz. Demak, a article bilan keladi deyapti. A little, some but not much. Bir qancha lekin ko'p emas deyapti. Tushunarlimi? Demak, a little deymiz, biror bir otda oldidan, sanalmaydigan otda oldidan bir qancha lekin ko'p emas ma'nosida. Tushunarlimi? Misol uchun, she didn't eat anything but she drank a little water. U hech narsa yemagan edi, lekin u biroz suv ichgan edi. Ya'ni ko'pgina emas, lekin biroz degan ma'noda, ya'ni suv ichgan deyapti. I speak a little Spanish. Men biroz ispancha gapira olaman degani. Bu yerda endi biroz ispancha gapira olaman degani, bu degani aytaylik 100% ispancha gapira olaman degani emas, lekin aytaylik 30 yoki 25-30% ispanchani tushunaman, gapira olaman degan ma'noda. Some Spanish but not much. Bir qancha, ya'ni biroz ispancha gapira olaman, lekin ko'p emas. Can you speak Spanish? Ispancha gapira olasizmi? A little. Ha, biroz degan ma'noda. Demak, bu sanalmaydigan otlar oldidan ishlatilyapti. Endi a few, tushunarlimi? A few, some but not many. Bir qancha lekin ko'p emas. Sanalgan otlar oldidan. Misol uchun, excuse me, I have to make a few phone calls. Kechirasiz, men bir nechta telefon qo'ng'iroqlarini qilishim kerak deyapti. Tushunarlimi? Ko'p emas, lekin bir qancha. We are going away for a few days. Biz demak bir necha kunga demak chiqib ketyapmiz, ya'ni sayohatga chiqib ketyapmiz yoki bir ko'chaga chiqib ketyapmiz yoki aytaylik shahardan tashqariga chiqib ketyapmiz degan ma'noda ishlatiladi. Tushunarlimi? I speak a few words of Spanish. Men ispan tilida bir necha so'zlarni demak ayta olaman deyapti. Aytaman deyapti, gapiraman deyapti. Bu yerda aytaylik ko'p emas, lekin bir qancha aytaylik boshlang'ich suhbat uchun kerak bo'ladigan ispancha so'zlardir. Taxminan. Are there any shops near here? Shu atrofda, bu yaqin orada biror bir demak do'kon bormi yoki do'konlar bormi? Yes, a few. Ha, bir nechta. Ya'ni bitta emas, bir nechta aytaylik 3 ta 4 tadir, lekin ko'p emas. Ya'ni 20 ta 30 ta emas, lekin yetarlicha bir oz degan ma'noda. Tushunarlimi? Demak, a little sanalmaydigan otlar oldidan biroz degani, a few bo'lsa sanaladigan otlar oldidan biroz degan ma'noda ishlatiladi. Endi C bo'limda o'sha a article siz ishlatilishini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Endi aytaylik a article-ni tashlab yuboramiz, ya'ni a article siz deyapti. Little, nearly, no or nearly. Ya'ni degani bu degani nima degani? Bu degani juda ham oz degani, deyarli yo'q degani, juda ham oz miqdorda degani sanalmaydigan otlar oldidan. Misol uchun, there was little food in the fridge. Demak, muzlatgichda juda ham oz ovqat bor edi deyapti. Ya'ni it was nearly empty. U deyarli empty degani bo'sh edi degan ma'noda. Aytaylik, hech qancha ovqat yo'q edi degan ma'noda.
Demak, biz aytaylik o'sha little degan aniqlovchi determiner oldidan artiklini qo'yamiz ekan, biroz degan ma'noda, lekin ko'p ham emas, oz ham emas, o'rtacha atrofida. Agar artiklini tashlab yuborsak, juda ham oz degan ma'noda ishlatilar ekan. Xo'p, you can say very little. Siz endi very little desangiz ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni oldiga very degan demak so'zni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi, deyapti. Bu degan juda ham oz degani. Dan is very thin because he eats very little. Dan juda ham ozg'in, thin degani demak ozg'in degani, sababi u juda ham kam yeydi. Nearly nothing, deyarli hech narsa yemaydi degan ma'noda. Tushunarli? Demak, very ni qo'yib ishlatsangiz ham bo'lar ekan. Endi demak fewchi, ya'ni few emas, few without articlesiz nearly no deyapti. Deyarli hech qancha. Bu yana sanalgan otlar oldidan. Misol uchun, there were few people in the theater. Demak, teatrda demak bir nechta odam bordi. Bu degani juda ham odam kamida. Aytaylik, sanoqli, barmoq bilan sanaladigan. Bitta, ikkitadir, lekin ko'p emas. Aytayaptiki, it was nearly empty. Ya'ni it was degan navbatda teatrni nazarda tutyapti. Teatr deyarli bo'sh edi, deyapti. You can say very few. Siz aytsangiz bo'ladi. A very few desangiz ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni juda ham oz. Your English is very good. Ingliz tilingiz juda ham yaxshi. You can make very few mistakes. Aytayaptiki, siz juda ham kam xatolar qilyapsiz, deyapti. Bu degani siz juda ham kam, deyarli xato qilmayapsiz degan ma'noda ishlatilyapti. Tushunarli? Xatoingiz ko'p emas, juda ham kam. Bir nechta xato qilyapsiz xolos degan ma'noda ishlatilyapti. Tushunarli? Demak, a little yoki a few bilan keladi. Bu degani oz, lekin kam ham emas, ko'p ham emas. Ya'ni o'rtachadan juda pastroqda degan ma'noda. Endi degan artikel tashlab yuboramiz. Little yoki few yoki very few yoki very little deymiz. Juda ham oz degan miqdorda yoki sanoqda deb aytamiz ekan. D bo'limga o'tamiz. D bo'limda compare little and a little deyapti. Endi little bilan o'sha a little ni taqqoslang. Misol uchun example, they have a little money so they are not poor. Ularda biroz puli bor edi va ular demak kambag'al emas. Ularda biroz puli bor, ular kambag'al emas. Demak, ular kambag'al emas deyapti. Ya'ni puli deyarli yo'q emas, juda ham ko'p emas, ya'ni yetarlicha miqdorda bor degan ma'noda. Ya'ni they have some money. Ularda demak bir necha miqdorda pul bor edi deyapti. Bu yerda ko'ryapmiz a little deyapti. Endi they have little money, they are very poor. Ularda juda ham oz puli bor edi degan ma'noda. Ya'ni little degani kam, juda ham oz miqdorda degani. They are very poor. Ular juda ham kambag'al. Nearly no money. Deyarli puli yo'q degan ma'noda. Tushunarli? I have little money. Bu yerda ko'ryapsizlar, nima smileylar ko'rinyapti sizlarga. Ya'ni emojilar turibdi. Demak, bu emojida aytayaptiki, demak, menda biroz pul bor deyapti. Ya'ni xursandlikni bildiryapti. Ikkinchisida bo'lsa I have little money. Menda kam pul bor, juda ham oz pul bor. Deyarli yo'q miqdorda deyapti. Sababi bu yerda ko'ryapmiz, yuzida aniqdir xafagarchilikni ko'ryapmiz. Tushunarli? Demak, bu sanalmaydigan otlar oldidan ishlatiladi. O'ng tomondagisi bo'lsa sanaladigan countable otlar oldidan a few va few ni taqqoslang deyapti. I have a few friends so I'm not lonely. Meni bir nechta do'stim bor, demak yolg'iz emasman deyapti. Ya'ni aytaylik, menda yetarlicha do'st bor. Aytaylik 5-6 ta do'stim bor, kam emas demoqchi. I have some friends. Ikkinchi example-da bo'lsa I'm sad, I'm lonely. Men xafaman, men g'amginman, men juda ham yolg'izman. I have few friends. Demak, meni kam do'stim bor. Aytaylik, nearly no friends. Deyarli do'stim yo'q degan ma'noda. Aytaylik, bitta yoki yo'q degan ma'noda ishlatilyapti. Tushunarli? Demak, sanalgan otlar oldidan yoki few deyapmiz. Faqatgina farqi miqdorida. Bittasida aniq bitta miqdor berilmaydi sizlarga. Sababi bular noaniqlikni bildiradi. Lekin bittasida bir nechta yetarlicha, bittasida bitta yoki ikkitadir kam. Tushunarli? Bu yerda ham mana yuzidan ko'ryapmiz. Xo'p, ko'rdik. Bu mavzu qiyin emas. Faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa a little, a few ni yoki few bilan little ni farqini bilib olish ekan. Darslarimiz shu yerdan o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.